شأن الله من علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. الرحمن الرحيم المهيمن الحكيم الواسع الفتاح المقدم الحليم الباسط الرزاق الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله. جل شأن الله من علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى جل شأن الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugungi darsimiz Alloh taolaning go'zal ismlaridan Al-Adl, ya'ni odillik qiluvchi degan ism haqida bo'ladi. Al-Adl Alloh taolaning go'zal ismlaridan bo'lib, adala ya'dilu adlan. Odillik qildi, odillik qilish degan so'z yiltizidan keladi. Odillik qilish degan ma'noda Adil degan ismning o'rniga ma'na ifodasi bo'lgan adlu degan so'z ishlatilgan. Al-adlu Alloh taolaning har ishda odillik qiluvchi va adolatlik hukm qiluvchi ekanligini ifodalaydi. Alloh taolo haqiqatan adil zot. Hamma ishda adolatlikdir. Bandalarni har ishda adolatlik va durust bo'lishga buyurgan. Ya eyyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil validayni vel aqrabin. İman etqanlar, sizlar o'zinglarning yoki ota-onalarning va yoki eng yaqin kishilarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirda adolatni eng mukammal shaklda barpo qilguvchi va Alloh roziligi uchun guvohlik berguvchi bo'linglar. Va uful kayla vel mizan bil qist, ölçemni ve tarazini adalet bilen kullanırlar. Allah Teala adaletlik, durust kişilerini yaxşı görüdü. İnnallaha yuhibbul muqsitin. Şeksiz ki Allah Teala adaletlik buluşlarını yaxşı görüdü. Hakikaten Allah Teala yaratışta adil, ibadetlerini perz kılışta adil, kainatını idare kılıştaki işlerde adil ve her kandak iş harekete adildir. Allah Teala'nın yaratıştaki adilliği. Allah Teala'nın yaratıştaki adilliği məxluqatının her bir əzasını muvafiq şekilde yaratıp münasib orduğa qoyğanlığıdır. Məsələn, közlərimizin aldımızda ve pişanımızın astığı orunlaşdırğanlığı, iki quluqımızın iki yandan kelgen avazlarını anlaşımız üçün iki tərəfimizə orunlaşdırğanlığı, burnumuzun ağzımızın üstüge ve ağzımızın onun astığı orunlaşdırğanlığı, qollarımızın her tərəfə egiladigan ve qo'llanishchan qilib yaratılğanlığı, putlarımızın bizning ağırlığımızı götürüdüğün şekilde güçlü kılıp yaratılğanlığı ve içki azalarımızın bedenimizin en muvafiq joylarga münasib şekilde orunlaştırılğanlığı Allah Teala'nın yaratıştaki adilliğini ve hikmetini ifadelaydi. Allah Teala azalarımızın işleş iktidarını özümüzge menfaatlik bulduğun rivişte orunlaştırılğan. Aşırı etmegen ve kam qilib qo'ymagan. Kurish iqtidorimiz bizga manfaatli bo'ladigan ravishda belgilangan. Ko'zlarimizning kurish cheki. Agar biz bir qacha suning ichidagi hamma hayvonchiqlarni va mikroblarni ko'rib qolsak, hargiz suv ichmagan bo'lardik. Agar ko'zimiz hozirgisidan bak o'tkir bo'lib ketib, hamma narsani ko'rib qolsak, tamның o tarafidakini uzoqdakini ko'rib qolsa, hayotimiz jafo mushaqqatga aylanib qolgan. Bearamchilikqa tushib ketgan bo'ladi. Aksicha ko'zimiz bak ojiz yoritilib, xatarlik narsalarni ko'rmasak, halok bo'lib ketadi. Oldinqisi aşırı etish, keyingisi kamchilik. Alloh taolo har ikkisidan, ya'ni aşırı etishdan va kamchilikdan pok va ustundir. Shunga ko'zimizning ko'rish cheki muvofiq chekda turadi. Mana bu Alloh taolaning yaratishdagi odilligi. Quloqlarimizning anglash cheki. Atrofimizda ko'plagan ovozlar bor. Agar biz nurg'unlarni anglab qolsak, uxlay olmagan bo'lardik.
Odatda ovoz to'lqini tezlar yo'qoladi. Radio to'lqini yo'qolmaydi. Agar ovoz to'lqinlari yo'qolmasa, dunyodagi hamma ovoz, dengiz to'lqini, vulqon portlashi, pulos zavodi bir vaqtda quloqimizga keladi. Hayot biz uchun azob bo'ladi. Shunga quloqning anglash cheki bizga manfaatli ravishda muvofiq belgilangan. Endi sizimning cheki o'zimizda va atrofimizda bo'layotgan azoblarning hammasini sezib qolsak, qattiq qiynalib ketgan bo'lardik. Aksincha, hech narsani sezmasakmi halok bo'lardik. Chunki qaysi bir a'zoyimizdan kelgan og'riq sezimi shu yerda chatoq chiqqanligini bildirdi. Agar og'riqni sezish va his qilish bo'lmasa edi, o'zimizning kasal bo'lganligini o'lgandan keyin bilgan bo'lardik. Shuna Alloh taolaning sezim va his qilishni o'zimizga manfaatli ravishda, muvofiq darajada o'rinlashtirganligi uning yaratilishdagi odilligining va hikmatining ifodasi. Har ishning muvofiq o'rinlashtirilganligi. Zaminning quyoshga bo'lgan oraliqi hozirgi o'rnidan yaqinroq qilib o'rinlashtirilgan bo'lsa, kuyib ketadi. Aksincha, yiroqroq qilib qo'ygan bo'lsa, muzlab halok bo'ladi. Kecha kunduzning uzunligi hozirgidek bo'lmay, kecha 50 soat yoki kunduz 50 soat qilib belgilangan bo'lsa, turmushimizda jiddiy qiyinchiliklar tug'ilgan va hayot bakmi zerikishlik bo'ladi. Ayollarning tug'ut muddati 9 oy bo'lmay, 1 hafta bo'lgan bo'lsa, 200 dan bolalarimiz bo'ladi. 5 yil bo'lgan bo'lsa, ana buning ichida olmaydi. Ayollardagi tuxum soni cheklik yaratilgan. Shunga 50 yoshdan keyin homildorlik asosan to'xtaydi. Bug'doy 3 oyda pishib yetilib, 1 kunda yig'ib olindi. Meva bo'lsa bir-birlab pishib turadi. Aksicha bo'lgan bo'lsa edi, ya'ni bug'doy az-azdan pishadigan bo'lsa, ocharchilik yuz bergan va ishlab chiqarishga qulaylik bo'lmagan bo'ladi. Mevalarning ta'mi, purqi, rangi, cho'ng kichikligi eng muvofiq yaratilgan. Uning ustiga mevalar ortiq achchiq yoki haddidan ziyoda shirin emas. Mevalarning hajmi eng muvofiq hajmda yaratilgan bo'lib, navoda yong'oqning hajmi kovadak cho'ng bo'lgan bo'lsa edi, birak kishining beshiga tushgan yong'oq uni o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Alloh taolo har shayni eng muvofiq shakl va munosib hajmda yaratgan. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamli yaratdik. Alloh taolaning ibodatlarini belgilashdagi odilligi. Alloh taolo musulmonlarga yilda faqatla 1 oy roza tutishni buyurgan. Navoda 6 oy roza tutishga buyurgan bo'lsa, har kun 1 oydek bo'lib ketadi va inson chidab bo'lmaydi. Biz hozirmi Ramazonning oxirgi 5 kunning uzun va og'ir o'tadiganligini his qilamiz. Demak, 30 kun eng muvofiq chek. Safarda bo'lganda Ramazon rozasini tutmaslikqa, 4 rakatlik farz namozlarni 2 rakat qilib o'qishga, hatto 2 namozni birlashtirib o'qishga ruxsat qilinganligi nihoyat muvofiq belgilanib bo'lganlikdan hech kimga qiyin kelmaydi. Kunda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdi. Agar 50 vaqt har vaqtda 50 rakat bo'lgan bo'lsa, musulmonlar bu farzni o'rindashdan ojiz kelgan bo'ladi. Haj ibodati umr ichida bir qatim, zakat faqat 40 dan biri, ya'ni 100 dan 2,5% qilib belgilangan. İnsanlar lohiyalagan yerlik qonunlarga qarasak, ba'zi bosh siliqlar %80, %90, hatto %93 keladi. Lekin zakat har 1000dan 25, har 100 mingdan 2500, 1 milliondan 25 ming qilib belgilangan. Alloh taolaning haromdan saqlanishga buyurishdagi odilligi. Alloh taolo nomahramlardan ko'zni yumishqimi odillik bilan buyurgan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun. Ey payg'ambar, mu'min erlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qarmasin, jinsiy a'zolarini zinodan saqlasin.
Bunda qilish ular uchun eng poklikdir. Allah haqiqatan ularning qilayotgan ishlaridan to'liq xabardordir. Agar ko'zlarini yumib olsin yoki faqat qaramasin deb buyurilgan bo'lsak, hammamiz halok bo'lgan bo'lardik. Chunki ko'chalarda manganda, burilishlarda kutilmagan holda bir nomahramni ko'rib qoladi. Uni ixtiyorsiz ko'rib qolgan bo'lsak-mu, yanada gunohkor bo'lgan bo'lardik. Ko'zlarimizni yumib olganligimiz uchun yo'lda qatnash voqealarga uchrashimiz yoki o'rinlarga, chuqurlarga tushib ketishimiz turganligi gap edi. Shunga Alloh taolaning min absarihim deyish orqali nomahramlarga tikilib qarashnilar man'iy qilganligi. Ammo ixtiyorsiz qarab selishni man'iy qilmaganligi nihoyat adolatlik va tulumi muvofiq bir hukm. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ey Ali, tikilib qarama. Chunki bir qatim qarash sening haqqing. Ammo qaytlab qarash gunohdir" degan. Alloh taolaning ish faoliyatlaridagi odilligi. Koinotda mutlaq odillik bor. Chunki hech qanday ish tasodifiy emas. Hammasi Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ladi. Alloh taolo ko'plagan gunohlarning jazosini oxiratga qoldirsa-mu, zulmning va ota-onasini qaqshatganlikning jazosini oxiratga qoldirmaydi. Balki mushu dunyoda bir taraf qiladi va boshqalarga ibrat qiladi. Ko'pchilik paloni yaxshi odam edi, nimishqa u bu kunga qolganto, nimishqa uning beshiga bu ish kelganto deb so'rab qo'ydi. Bunun javobi shuki, biz faqat hikoyaning bir parchasini ko'ramiz. Bütün hikoyani emas. Har bir ish o'tgan gunohning jazosi yoki mukofoti bilan munosabatlidir. Biz bilmagan ishlar bak ko'p. Ammo Alloh taolo hammani to'liq bilib turadi. Va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer deydi. İnsanlar, iyi insanlar, beşinlarga kelgan har qanday bir musibat sizlarning o'z qo'linglar bilan qilgan gunohinglar tufaylidir. Halbuki Alloh gunohinglardan nurg'unlarni afi qilib etadi. Bir imom yo'lda etini yitlab ketib qolsa, bir o'g'ri imomning yoniga kelib, "Imom, o'zlari bilan bidam meni olsam, so'raydigan savollarim bor-da" degandan tamom billi mangayli deydi. Meni yo'lda imomdan so'raydi. "Imom, bizninki qilgan gunohlarimiz uchun Alloh taolo bizni darhol shu vaqtda jazolamdi yoki oldirmay jazolamdi" degandan imom deydi ekan, "Alloh taolo umuman bandiga tövbe qilishga fursat berish uchun kechiktirib jazolaydi. Darhol jazolamaydi, kechiktirdi" deganda "Tamam, bildim" deydi. Shu orliqda imom bir yer keldi. "Sen ma atni tutib turgin, men bu yerga kirib chiqay" deydi. Vaqildab kirib ketdi. Kirib ketganda o'g'rining maqsadi shu atni o'g'irlash hamda. Shuni ular atga minib qochdi. Qochgandan keyin azroq miniblar bu at shash atgan, uni ustidan o'ra tushib ketdi. Yiqilib tushdi. Yiqilib tushib shuningki buni qanaydi, qo'llari surildi, ish qilib. Bir qanday bo'ldi. Shuning bilan tavba qildim deb atni yitlab imomninki chiqadigan yerga kelib saqlab turdi. Imom chiqqandan keyin imomga dedi: "Imom deganmi yolg'on gap qilamdi. Siz menga yolg'on aytibsiz. Men sizdan so'radim. Alloh taolo gunohning jazosini darhol beramdi yoki kechiktirib jazolamdi desam, siz kechiktirib jazolaydi dedingiz. Ammo men sizning etingizni o'g'lab minibdim hozir. Yiqib tushdim. Alloh taolo meni darhol jazoladi. Nima ish qilmang yolg'on aytdingiz?" deganki imom deydi ekan. "Ha, shu gapmidi? Hozirgi jazolanganliging sening burungi gunohlaring. Burungi gunohlaringning jazosi bu. Ma gunohining jazosi keyin keldi" dedi. Damashqda bir do'konchi atiganda derazadan beshini chiqarib atrofga qarab turgan paytida tasodifiy bir o'q kelib uning mo'risiga tegib ketdi. Shuni olib palajlab qoldi. Kishilarning uningga ichi og'riydi va nahaq bo'ldi deyib ketdi. Keyin ma'lum bo'lishicha aslida u odam
o'zininki ukisining yetim farzandlarining o'tirayotgan uyini tartib olgan ekan va ularni ko'chaga chiqarib etgan ekan. Farzandlar shu mahallaning imomiga berib ahvolni bayon qilgan. Bizni tog'imiz o'zimizning uydan chiqaryapti. Shuniga bir gap qilib qo'ygan bo'lsangiz degandan keyin imom farzandlarning tog'isini chaqirtib, yetimlarning haqqini yeyishning yomonligini tushuntirib, ularning uyini qaytarib berishni talab qildi. Ammo odam qat'iy unmaydi. Yo'q, uy mening. Merosni biz arishib bo'lmagan. Mening ukam o'lib ketdi. Ammo uy mening bo'ldi. Bular o'zining jinni qanday baqsa-baqsin deydi. İmamning gapini anglamaydi. Shuningla ular imom yetim farzandlarga deydi. Ballalarim, endi tog'anglar gap anglamadi. Endi qonunga arz qilaman desang, najiq vaqt ketadi. Arzinglarni Allohga suninglar. Alloh sizlarning arzinglarni anglaydi dedi. Yetim farzandlar shu chaqda Nad yığılab turib dard alamda Alloh taolaga iltijo qilib, "Ey Alloh, o'zingga topshirdik, o'zing bilguningcha qilgin" deb Alloh taolaga topshirdi. Balla duoni shu kech soat 9 da qildi. Atsi atdigan soat 9 bo'lgan vaqtda hali tog'isiga g'oyibdan kelgan o'q tegib, u odam palach bo'ldi. Keyin bu qismni bilgan kishilar hali odam to'g'riliq jazosini tepdi deyishdi. Dastlabda o filmning 20'ni ko'rgachga, 5'ini ko'rgachga ish chaqirib ketdi. Keyin bu ahvolni uqqandan keyin jazosini tepdi deyishib ketdi. Bir ayol atdiganda g'izlanib o'tirganda soillardan biri kelib eshikni qoqdi. Ayol yeyotgan tuxu ko'pidan bir parcha bermoqchi bo'ldi. Ammo ayolning eri "Berman nima qilib bersa?" deb chiqib soilni azorlab qo'g'lab o'tdi. Yıllar ötüdü, ayol bu yerden ajrashib ketdi va xili uzundan keyin u o'ylandi, boshqa turmushga chiqdi. Ayol bir kuni yeni eri bilan choy ichib, yani nashta qilib o'tirganda yana bir soil keldi. Ayol eshikni ichib qarasa, eshik oldida o'zining burunqi eri, av soilni qo'g'layotgan eri. Bu arada ayolning eri chiqib qoldi. Chiqib heliqi soilga "Bilemsiz, men kim? Men aşı günü siz qo'g'layotgan soildim men" deydi va qo'g'laydi. Demak, o'tni olam. Saudiya Arabistonda bir odam mashinasi bilan ketib borganda, yondan bir mashina chiqib, uning mashinasiga urilib ketdi. Yondan chiqib, uning mashinasiga urib etdi endi. Odam mashinasidan tushib qarasa, o hicaplık ayollar, yani Müslüman yaxşı ayollar ve küçük balalar bo'lgan bir mashina ekan endi. Ular qarab, "Bo'ldi, ketaveringlar, kechirdim" deb yo'lni davomlashtirdi. Bir yildan keyin o'zi aşağıda boshqa bir mashinaga urilib ketdi. Yani aşağıda urilib ketdi. Ama qarshi taraf kechirim qildim deb ketib qolmoqchi bo'ldi. Bu chaqda heliqi adam to'xtab turing deb qo'lini tutib, uningdan kechirim so'rab, yig'lab ketdi-da. "Nimaga yig'laysiz? Kechiryaptim-ku, bo'ldi" degan ekan. "Ya to'xtang, men bir ish bor. Men o'tgan yili mushu yo'lda va mushu kunlarda bir oyni kechirayotgandim. Hozir siz meni kechiryapsiz. Allohning qudratiga qarang, Allohning odilligiga qarang" dedi. Musa alayhissalom bir daraxtning soyasida aram olib o'tiradi. Firavonning askarlaridan bir askar kelib, oldidagi buloqdan suv ichdi. Askar suv ichishdan burun bo'ynidagi oltin tovoqni chiqarib yenida qo'ydi. U chaqda askarlarning bo'ynida oltin tovoq bo'lgan. Bu tovoqda yani ham tomoq yeyotgan, ham suv ichgan, o'zining hojatlariga ishlatgan ham. Shu bo'ynida esib yurdigan hamda. Ammo suv ichib bo'lib, tovoqni unutib qolib ketib qoldi. Arkadan bir küçük balık gelip su içti ve tavakını elip gitti. Onun için yeni bir bovay gelip su içip duruşuna halka asker kaytıp geldi. Ve tavakını soraydı onundan. Bovay tavak görmegenliğini görmeden ben bir yerde deydi. Asker şunu olan sen aldın, sen yuşurup koydun. Dep adamı öldürürdü. Adamı öldürüp gidip kaldı.
Musa alayhissalom bu ahvolni ko'rib hayron qoldi. Alloh taologa munojat qildi va bundoq dedi: "Ey Robbim, qinisini adolating. Askarning tovuqini boshqasi elib ketgan tursa, bovoyna haq o'lib ketdi. Bu adolatmi o'sha?" degandan Alloh taolo Musa alayhissalomga voqelikni beshidan ko'rsatdi. Voqelik bundoq ekan. Tovoqni elib ketgan balaning dadasi sodiga ekan. Bu bala tug'ilishdan burun heliqi askar shu sodiganing oltin kumushlarini bulib olgan ekan. Askarligidan foydalanib, an bulib olgan ekan. Bala elib ketgan oltin tovoq dadasidan tatib olgan shu oltin kumushning miqdoriga to'g'ri keldi ekan. Şuna o öz hakkını qaytırıp ağam bulaptı. Boyga kelsak, heliqi askar bu vaqt chig'ida boy aşı askarning dadasini o'ldirib etgan ekan. Şuna askar dadasining qisosini olgan. Yani hech qaysi bilmaydi. Shuningdek keyin Musa alayhissalom: "Ey Robbim, meni afv qilgan. Sening hikmating to'g'riliq savol so'rash haqqim emas. Men xatolashdim" dedi. Bir doktor rak kesil bo'lib qolgan bir ayolni 2 yil aldaydi. Uni davolayman deb qo'yib, faqatla og'riq pasaytish dorilarini berdi. Ayolning ahvoli texmi yomonlashib, 4-bosqichga berib qoldi. Oxir ayol boshqa doktorga berib tekshirib ko'rdi. Ko'sa kasalning oxirgi bosqichga berib qolganligini va ichayotgan dorilarning rak kesilining dorilari emas, faqatla og'riq to'xtatgan dorilar ekanligini aytibdi. Ayol burungi doktorga qaytib berib analizlarini ko'rsatganda u: "Men aslida rakni davolashni bilmaydim. Sizni qiynalmasin, og'irmasin deb og'riq pasaytish dorisi berib hozirgacha kelgandim" dedi. Ayol yerga yiqildi ve Allah Teala'ga qattiq munojat qilib: "Ey Allah, uni qandoq jazolasang shundoq jazolig'ini sana topshirdim" dedi. Ayol uzunga qolmay vafot bo'ldi. Heliqi doktormu 6 oydan keyin rak kasaliga giribdor bo'lib, umum vafot bo'ldi. Ve kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh ve kafa bi robbika bi zunubi ibadihi habiran basira. Nuhdan keyin nurg'un ummatlarni küfrligi, zalimligi sababli halak qildik. Rabbim bandalarning gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlidir. Xulosa: nima qilsang shuni topsan. Arablarda kama tadini tudan dedi. Her bir azap yoki xushallik o'tganki bir ishning hisobidir. Biz faqat filmning bir qismini ko'ramiz, ammo butun qismini Alloh taolo ko'rdi. Hergiz palonchi yaxshi odam edi, nimishqa uningga bu kun kelganda deb Alloh taolaning odilligidan gumon qilmang. Vallohu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah biladi, sizlar bilmaysizlar. Vallohu xabirun bima ta'malun. Allah qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Allah Teala'nın adil degan ismidan nimalarni o'rganamiz? Allah Teala'nın adil degan ismidan o'zimizga va boshqalarga adolatlik bo'lishni o'rganamiz. Chunki adil degan ulug' ismni tonigan odam o'zimi adil bo'ladi, u o'ziga, jurisiga, farzandlariga, qo'shnilarga, tuqqanlarga, do'stlariga, qarindoshlarga va har kimga adolatlik, durust, to'g'ri va haqqoniy bo'ladi. Hatto dushmaniga adolatlik bo'ladi. Alloh taolo hammamizni yaxshi bandalardan qilsin. Amin.